Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik vatandoshlar. Hammanglarga go'zal salomlar bo'lsin. Vatanimiz Sharq Turkiston navbatda Xitoy jallodlarining numussizlarcha bostirilishi va natsistlarcha irqiy qirg'inchiliklar ostida vatan xalqimiz misli ko'rilmagan qirg'inchiliklarga uchirmoqda. Bugun barliq Uyg'ur birlashadigan, bir niyat, bir maqsadda ittifoqlashib, dushmanimiz Xitoy tajovuzchilariga qarshi harakatga o'tadigan kundir. Bugun Uyg'ur uchun motamdir. Matemde turayotgan hech bir inson uchun bu zulmga sukut qilish yo'qdir. Mana bugünkidek hammamizning qo'lida aqliy fonlar bo'lgan. Hammamizning tor dunyosida birdan adresi bo'lgan. Hammamiz 100 betdan Twitter, masalan Facebook, Instagram, YouTube qatorliq xalqaroliq uchur aloqa vositalaridan bemalol foydalanayotgan, shundaqla Xitoy bilan bo'lgan axborot jangidagi bir pidokor jangchi bo'la oladigan bu kunda vatandagi shu aziz qarindoshlarimiz zulm ichida g'ururlari dafsanda qilingan, qaddi pukilgan, chorasiz qirilib qon yig'layotgan xalqimiz tuyuqsiz mo'jiz yuz berib bu qabohatdan qutulib ketishni tilab yosh to'kyotdi. Chet eldagi bizlarning ularning ovozi bo'lishimizni kutyotdi. Biz ularning umidi, ular bizning o'zlarini qutuldirib olishimizni har kun, har daqiqa kutyotdi. Vatanimizni va xalqimizni qutuldirish uchun bosgan qadamlarimiz to'xtab qolmasin. Biz tor dunyosiga hargiz sal qarmasligimiz va uningdan to'liq foydalanishimiz kerak. Uyg'urni har vaqt, har joyda va har xil usulda tashviq qilish bizning kundalik faoliyatimizning bir qismiga aylansin. Masalan, Uyg'ur uchrayotgan zulmlar, lagerlar masalasi, vatanimizning hozirgi ahvoli, navoda siyosiy temalarni xolamasangiz, undaqda Uyg'urning naqshi muzikasi, taom madaniyati, binokorlik san'ati, kiyim-kechaklari, an'anaviy urf-odatlariga aloqador har qanday mazmun orqali Uyg'urning dardini anlatsingizmi, Uyg'urni dunyoga bildira olasiz. Har birimiz har kuni ozroq vaqtimizni Uyg'urni tashviq qilish uchun sarf qilsak, ishonamanki, bu tashviqotning kuchi nihoyat zo'r bo'lib, xalqaro jamiyatda avom fuqarolarning Uyg'urlar masalasiga bo'lgan kuchli diqqatini qo'zg'ash va bu orqali Uyg'urlar davosini texmo keng ko'lamda tashviq qilish maqsadiga yeta olamiz. Qarindoshlar, axborotning kuchi orqali jang qilishga bo'ladigan bugunda vatan va xalqimiz uchun axborot urushiga birlikda atlanaylik. Mayli qaysi usul, qaysi shakl yoki qaysi tilda bo'lsa, sizga qulay usulda tashviqotni boshlang. Axborot ko'rishi maydonidagi bir jangchi bo'ling. Faqat yuksak mas'uliyat bilan tirishsaqla, bu kurashning g'alaba va nusrat bilan oxirlashishiga ishonamiz. Esimizda bo'lsin, vatan kuyayotdi. Xalqimiz o'layotdi. Ularni qutuldirish bizning abadiy burchimiz. Qani Uyg'urim, o'rlik uchun olg'a.